Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 80 yoshdan oshgan pensionerlar uchun 5-7 ming so'mgacha qo'shimcha to'lov masalasi. Bu ma'lumot faqat pensionerlarning o'ziga emas, ularning farzandlari, nevaralari, vasiylari va yaqin qarindoshlariga ham bevosita tegishli. Chunki ko'p oilalarda yoshi ulug' ota-onamiz yoki bobolarimiz o'zlariga tegishli to'lovlar haqida bilmaydi. Bilsa ham qayerga murojaat qilishni, qanday hujjat kerakligini, nega bir kishiga berilib, boshqasiga berilmayotganini tushunmaydi. Men bugun bu mavzuni oddiy tilda, amaliy misollar bilan kimga tegishli emas, qayerda xato qilinadi, pulni olish uchun nima qilish kerak, hammasini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Video oxirigacha albatta ko'ring, chunki eng muhim joyi aynan hujjat, ariza va tekshiruv masalasida bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni bilish ko'p oilalarga real yordam beradi. Men avvalo bitta narsani aniq aytib qo'ymoqchiman. Akazim yoshdan oshgan odam uchun pensiya masalasi oddiy raqam emas. Bu insonning dori-darmoniga, oziq-ovqatiga, kommunal to'loviga, parvarishiga bog'liq masala. Ayniqsa taqsim yoshdan keyin ko'pchilikda sog'liq bilan bog'liq xarajatlar keskin oshadi. Kimdir doimiy doriga muhtoj bo'ladi, kimdir yurishga qiynaladi, kimdir ko'rishi yoki eshitishi pasaygani uchun alohida yordamga ehtiyoj sezadi. Shuning uchun davlat tomonidan yoshi katta pensionerlar uchun ayrim qo'shimcha to'lovlar, ustamalar yoki kompensatsiyalar nazarda tutilishi mumkin. Oldin ko'pchilik pensionerlar faqat asosiy pensiyasini olar edi. Masalan, inson yoshga doir pensiya tayinlatgan, har oy belgilangan pensiya kartasiga tushgan yoki naqd shaklda yetkazilgan. Lekin qo'shimcha to'lovlar haqida ma'lumot yetarli bo'lmagani uchun odamlar o'z huquqidan foydalanmay qolgan holatlar ko'p uchragan. Ayrimlar menga avtomatik qo'shib berishadi deb kutgan. Ayrimlar esa bu faqat nogironligi borlarga beriladi deb o'ylagan. Yana kimdir "Pakmi yoshdan o'tdim, demak hamma qo'shimcha pul oladi" deb noto'g'ri xulosa qilgan. Hozirgi muhim jihat shuki, Bayvin yosh va undan katta pensionerlarga 570 ming so'mgacha qo'shimcha to'lov berilishi haqida gap ketganda odamlar gacha degan so'zga e'tibor berishi kerak. Bu hamma odamga aynan 570 ming so'm tushadi degani emas. Bu to'lovning turi, pensionerning holati, pensiya hujjatlari, avvaldan olayotgan ustamalari, nogironlik guruhi, yolg'iz yashashi yoki parvarishga muhtojligi kabi omillar hisobga olinishi mumkin. Shuning uchun men doimo tavsiya qilaman. Biror xabarni eshitgandan keyin darhol menga ham berishlari kerak deb xulosa qilmang. Avval o'z holatingizni aniqlang. Asosiy o'zgarish shundaki, yoshi 40 dan oshgan pensionerlar bo'yicha qo'shimcha qo'llab-quvvatlash mexanizmlari yanada ko'proq muhokama qilinmoqda, pensiya organlari va mahalla tizimi orqali aniqlash ishlari kuchaymoqda. Lekin amaliyotda baribir pensioner yoki uning yaqinlari faol bo'lishi kerak. Chunki bazada tug'ilgan sana borligi bir narsa, pensionerning real holati, parvarishga muhtojligi, yolg'iz yashashi, hujjatlari to'g'riligi boshqa narsa. Asosiy qism 1. Kim bilish kerak, kim xavotir olish kerak va kim xavotir olmasligi kerak? Birinchi navbatda 20 yoshga to'lgan yoki 20 yoshdan oshgan barcha pensionerlarning yaqinlari bu masalani tekshirishi kerak. Men albatta hamma olib demayapman. Men hamma tekshirishi kerak deyapman. Chunki juda ko'p holatda odamlar qo'shimcha to'lovga haqli bo'ladi, lekin hujjat topshirmagani yoki ma'lumot yangilanmagani sababli olmaydi. Masalan, birinchi hayotiy misolni olaylik. Toshkent viloyatida yashovchi kekin 2 yoshli onaxon har oy 1.200 ming so'm pensiya oladi. Farzandlar boshqa tumanda yashaydi. Onaxonning o'zi esa mahallada ro'yxatda turadi. U qo'shimcha to'lov haqida eshitadi. Lekin agar tegishli bo'lsa, o'zlari qo'shib beradi deb murojaat qilmaydi. Natijada bir necha oy davomida hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Keyin farzandi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiladi. Onaxonning yoshi, pensiya turi, yashash holati, avvalgi ustamalari tekshiriladi. Agar u tegishli shartlarga mos kelsa, unga qo'shimcha to'lov tayinlanadi yoki nima sababdan tayinlanmasligi yozma tushuntiriladi. Bu yerda eng katta xato kutib o'tirish bo'lgan. Ikkinchi misol. Taqdim yoshga to'lgan otaxon oldindan nogironlik bo'yicha pensiya yoki ustama olib kelgan bo'lishi mumkin. U daqin yoshdan o'tgach, oilasi yana 5-7 ming so'm to'liq qo'shiladi deb o'ylaydi. Lekin amalda ayrim ustamalar bir-birini takrorlamasligi, biri hisobga olinib, ikkinchisi alohida berilmasligi yoki faqat farqi to'lanishi mumkin. Shuning uchun qo'shimcha to'lov deganda
har doim mavjud pensiyaga avtomatik ravishda to'liq 5-7 ming so'm qo'shiladi deb tushunish noto'g'ri. Mutaxassislar avval pensioner qanday to'lovlarni olayotganini ko'radi. 3-misol. Baribir yoshli buvining pasport ma'lumotlarida tug'ilgan sana to'g'ri, lekin pensiya ishida eski hujjatdagi ism sharifda farq bor. Masalan, pasportda O'g'iloy, eski mehnat daftarchasida Ugiloy yoki familiyada bitta harf farqi. Odatda bunday kichik farq ham to'lov masalasida muammo chiqarishi mumkin. Chunki davlat to'lov hujjat asosida tayinlanadi. Agar ma'lumotlar bir-biriga mos kelmasa, pensionerga hujjatni aniqlashtiring deyiladi. Shu sababli farzandlar birinchi bo'lib pasport, pensiya guvohnomasi, bank kartasi, yashash manzili va telefon raqamlarining to'g'riligini tekshirishi kerak. Kimlar ko'proq e'tibor berish kerak? Birinchidan, yaqin yoshdan oshgan va yolg'iz yashayotgan pensionerlar. Ikkinchidan, doimiy parvarishga muhtoj, ko'p kasal bo'ladigan yoki harakatlanishi qiyin bo'lgan keksalar. Uchinchidan, hujjatlari eski bo'lgan, pasportini yangilagan, lekin pensiya bo'limiga ma'lumot bermagan pensionerlar. To'rtinchidan, boshqa viloyatdan ko'chib kelgan, propiskasi yoki yashash manzili o'zgargan keksalar. Beshinchidan, pensiyasini bank kartasi orqali emas, boshqa tartibda oladigan yoki uzoq qishloqda yashaydigan pensionerlar. Kim xavotir olmasligi mumkin? Agar pensioner taksi yoshdan kichik bo'lsa, masalan, yaxit taksi yoki yaxit do'q yoshda bo'lsa, bu aynan daqqatamrida to'yfasidagi qo'shimcha to'lovga hali kirmasligi mumkin. Lekin daqqadan yoshga to'lish sanasi yaqinlashayotgan bo'lsa, oldindan hujjatlarni tayyorlab qo'yish foydali. Agar pensioner allaqachon tegishli qo'shimcha to'lovni olayotgan bo'lsa, har oy tushayotgan summa oshgani bank ilovasida yoki pensiya varaqasida ko'rib turgan bo'lsa, ortiqcha xavotir shart emas. Lekin baribir summa qanday hisoblanganini bilish zarar qilmaydi. Bu yerda 5-7 ming so'mgacha degan raqamni tushunish juda muhim. Masalan, bir pensionerning asosiy pensiyasi 1 million 20 ming so'm. Qo'shimcha to'lov sifatida 5-7 ming so'mga yaqin mablag' tayinlandi deylik. U holda umumiy tushum 1 million 670 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. Boshqa pensioner esa avvaldan ma'lum ustama olgan bo'lsa, yangi qo'shimcha to'lov to'liq ko'rinmasligi mumkin. U 570 ming emas, masalan 200 ming yoki 300 ming so'm farq sifatida his qilishi mumkin. Yana bir pensioner esa shartlarga mos kelmasa umuman olmaydi. Shuning uchun bir qo'shnining olgani ikkinchi qo'shniga avtomatik asos bo'la olmaydi. Ayrim oilalarda shunday savol bo'ladi. Otam baqidim yoshdan oshgan, lekin u bilan birga farzandlari yashaydi. Baribir qo'shimcha to'lov oladimi? Javob holatga bog'liq. Agar to'lov aynan yoshga bog'liq ustama bo'lsa, birga yashash hal qiluvchi bo'lmasligi mumkin. Agar to'lov parvarish, yolg'izlik, ijtimoiy himoya yoki ehtiyojmandlik mezoniga bog'liq bo'lsa, unda oilaviy holat. Birga yashovchilar, daromad, mahalla xulosasi ahamiyatli bo'lishi mumkin. Shu sababli to'lovning nomi va huquqiy asosi aniqlanmasdan turib aniq xulosa qilish to'g'ri emas. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat: taqazumin yoshga to'lgan kun bilan to'lov tayinlanadigan kun bir xil bo'lmasligi mumkin. Masalan, pensioner 15 mart kuni daqiqamin yoshga to'ldi. Ayrim to'lovlar keyingi oyning boshidan hisoblanishi mumkin. Ayrimlari ariza berilgan kundan keyin tayinlanishi mumkin. Ayrimlari esa avtomatik qayta hisob-kitob qilinadi. Shuning uchun men 15 martda tagalumga kirdim. Nega 16 mart kuni pulim oshmadi degan savolga javob, hisob-kitob tartibi bor. To'lov davri bor, bazadagi yangilanish bor. Ikkinchi nozik jihat: ariza berish kechiksa, o'tgan oylar uchun pul to'lanadimi yoki yo'qmi? Bu ham to'lov turiga bog'liq. Biz holatlarda qayta hisob-kitob qilib berilishi mumkin. Ba'zi holatda esa faqat murojaat qilingan sanadan boshlab tayinlanadi. Shuning uchun men har doim aytaman, saqamun yoshga to'lishni kutib o'tirmang. Tug'ilgan kun yaqinlashganda farzandlar hujjatlarini tekshirib qo'ysin. Agar inson allaqachon bag'azin 2 yoki tag'azin 5 yoshda bo'lsa, bugunoq tekshirish kerak. Uchinchi nozik jihat: bank kartasiga tushgan umumiy summa bilan qo'shimcha to'lovni ajratib ko'rish qiyin. Ko'p pensionerlar menga 1 ming so'm ko'proq tushdi. Demak, shu bo'lsa kerak deydi. Lekin pensiyada indeksatsiya, qayta hisob-kitob, kompensatsiya, qarzdorlik ushlanmasi, bankdagi texnik kechikish kabi holatlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun aniq bilish uchun pensiya jamg'armasi bo'limidan pensiya hisob-kitobi bo'yicha ma'lumot so'rash kerak. Unda asosiy pensiya qancha, ustama qancha, qo'shimcha to'lov qancha, ushlanma bo'lsa qancha, hammasi ko'rinadi. To'rtinchi nozik jihat:
Pensioner nomidan kim murojaat qilishi mumkin? Agar pensionerning o'zi bora olsa, eng yaxshi yo'l o'zi shaxsini tasdiqlovchi hujjat bilan murojaat qiladi. Agar yoshi ulug'ligi yoki sog'lig'i sababli bora olmasa, farzandi yoki yaqin qarindoshi ishonchnoma asosida murojaat qilishi mumkin. Ayrim holatlarda vasiylik, homiylik hujjatlari talab qilinadi. Lekin men o'g'liman. Shuning uchun hamma narsani menga aytishlari kerak degan yondashuv har doim ishlamaydi. Chunki pensiya ma'lumotlari shaxsiy ma'lumot hisoblanadi. Davlat organi kimga qanday ma'lumot berishini qonun asosida belgilaydi. 5-nozik jihat. Ro'yxatdagi manzil va haqiqiy yashash joyi. Masalan, bu Farg'onada ro'yxatda turadi, lekin oxirgi 1 yildan beri Toshkentdagi qizining uyida yashaydi. Pensiya hujjatlari Farg'onada. Mahalla ma'lumotlari boshqa joyda, shifokor nazorati esa Toshkentda bo'lishi mumkin. Bunday holatda qo'shimcha to'lovni rasmiylashtirishda qaysi hudud mas'ul, qaysi bo'limga murojaat qilish kerak degan savol tug'iladi. Shu sababli ko'chib yuradigan yoki farzandlarnikida yashaydigan keksalarda manzil masalasi oldindan aniqlashtirilishi zarur. 6-nozik jihat. Qo'shimcha to'lov olsam boshqa yordamlarim to'xtab qoladimi degan savol. Ba'zi ijtimoiy yordamlar daromad mezoniga bog'liq bo'lishi mumkin. Pensiyaga qo'shimcha pul qo'shilsa, oilaning umumiy daromadi oshadi va ayrim ehtiyojmandlik mezonlariga ta'sir qilishi mumkin. Lekin bu ham har bir yordam turiga alohida qaraladi. Shuning uchun qo'shimcha to'lovdan qo'rqish kerak emas. Lekin oilada boshqa nafaqa, subsidiyalar yoki ijtimoiy yordamlar bo'lsa, mahalla va tegishli organlardan ta'sirini aniqlab olish kerak. 7-nozik jihat. Qarzdorlik va ushlanmalar. Agar pensionerning aliment, kredit, sud qarori bo'yicha ushlanmasi yoki boshqa majburiy to'lovi bo'lsa, pensiyaga tushayotgan mablag'dan ma'lum qismi ushlab qolinishi mumkin. Pensioner menga qo'shimcha to'lov tayinlandi, lekin kartamda ko'rinmayapti desa, ehtimol u umumiy hisobga qo'shilgan, lekin ushlanma sababli qo'lga tegadigan summa kam chiqqan bo'lishi mumkin. Buni bank emas, avvalo pensiya hisob-kitobi va ijro hujjatlari orqali aniqlash kerak. 8-nozik jihat. Firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Men buni alohida ta'kidlayman. Qo'shimcha to'lovlar haqida xabar chiqqanda, ayrim firibgarlar 5-7 ming so'm olish uchun kartangiz kodini ayting. SMS kodini yuboring. Men pensiya bo'limidanman. Pulingizni rasmiylashtirib beraman deb qo'ng'iroq qilishi mumkin. Hech qachon bank kartangiz raqami, amal qilish muddati, orqa tarafdagi kod, SMS tasdiqlash kodi yoki mobil banking parolini hech kimga bermang. Davlat organlari qo'shimcha to'lov tayinlash uchun sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir pul evaziga tezlashtirib berishni taklif qilsa, bu ham xavfli signal. 9-nozik jihat. 507 ming so'm degan raqam vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Chunki ayrim to'lovlar bazaviy miqdorlar, eng kam pensiya hisoblash ko'rsatkichlari yoki davlat qarorlari bilan bog'liq bo'ladi. Bugun bir summa bo'lsa, keyingi indeksatsiyada boshqa summa bo'lishi mumkin. Shuning uchun eski videolar, eski xabarlar, qo'shnining 2 yil oldingi tajribasi bilan hozirgi tartibni aralashtirmaslik kerak. Endi eng kerakli qismga kelamiz. Agar sizning oilangizda taqmot yoshga to'lgan yoki taqmot yoshdan oshgan pensioner bo'lsa, men quyidagi amaliy qadamlarni bajarishni tavsiya qilaman. Birinchi qadam, yosh va hujjatlarni tekshiring. Pensionerning pasporti yoki ID kartasidagi tug'ilgan sanani ko'ring. Agar yaqin yosh allaqachon o'tgan bo'lsa, qachondan o'tganini yozib oling. Ism, familiya. Otasining ismi pensiya hujjatlari bilan mos kelishini tekshiring. Agar eski pasportdan ID kartaga o'tilgan bo'lsa, yangi hujjat ma'lumotlari pensiya organiga yetib borganmi aniqlang. Ikkinchi qadam. Pensioner hozir qanday to'lovlar olayotganini bilib oling. Faqat har oy kartaga shuncha tushadi deyish yetarli emas. Asosiy pensiya qancha? Ustama bormi? Nogironlik bo'yicha qo'shimcha bormi? Parvarish yoki ijtimoiy yordam bormi? Shularni ajrating. Buning uchun pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilish mumkin. Agar elektron xizmatlar mavjud bo'lsa, shaxsiy kabinet yoki davlat xizmatlari orqali ham ma'lumot olish imkonini tekshirib ko'ring. Uchinchi qadam, mahalla bilan bog'laning. Ayniqsa pensioner yolg'iz yashasa, parvarishga muhtoj bo'lsa yoki ijtimoiy himoya bilan bog'liq to'lov haqida gap ketayotgan bo'lsa, mahalla xodimlari pensionerning holatini tasdiqlashda muhim rol o'ynashi mumkin. Mahallaga borib, taqassum yoshdan oshgan pensioner uchun qo'shimcha to'lov yoki ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha qanday tartib bor, qanday hujjat kerak deb aniq so'rang. Og'zaki gap bilan cheklanmay, kerak bo'lsa yozma ro'yxat so'rang.
To'rtinchi qadam tibbiy hujjatlarni tayyorlang. Agar pensioner parvarishga muhtoj bo'lsa, yurish qiyin bo'lsa, doimiy kasalligi bo'lsa, poliklinikadan tegishli ma'lumotnoma, shifokor xulosasi yoki nogironlik hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Bu hamma holatda talab qilinadi deb aytmayman. Lekin ko'p ijtimoiy to'lovlarda insonning real ehtiyoji hujjat bilan tasdiqlanishi kerak bo'ladi. Shuning uchun dorixonadan olingan cheklarni ham saqlab boring, shifokor ko'rigidan o'tgani tasdiqlovchi hujjatlarni yo'qotmang. 5-qadam pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda aniq yozing. Falonchi fuqaro axir yoshdan oshgan. Unga 70 ming so'mgacha qo'shimcha to'lov yoki tegishli ustama tayinlanishi mumkinligi bo'yicha pensiya ishini tekshirib berishingizni so'rayman. Agar pensionerning o'zi imzo qo'ya olsa, arizani o'zi yozgani yaxshi. Agar o'zi bora olmasa, ishonchnoma yoki vakillik hujjatini rasmiylashtiring. Ariza topshirganingizda kirim raqamini, sanasini, qabul qilgan xodim ma'lumotini yozib oling yoki elektron tasdiqni saqlang. 6-qadam. Javobni kuting. Lekin nazoratni qo'ldan chiqarmang. Ariza berdik bo'ldi deb unutib yubormang. Belgilangan muddatda javob bo'lmasa qayta murojaat qiling. Agar og'zaki sizga tegishli emas deyishsa, sababini yozma shaklda so'rang. Yozma javobda qaysi norma, qaysi shart, qaysi hujjat yetishmasligi ko'rsatiladi. Ana shundan keyin siz xatoni tuzatishingiz yoki yuqori tashkilotga murojaat qilishingiz mumkin. 7-qadam bank tushumlarini tekshirib boring. Agar qo'shimcha to'lov tayinlansa, kartaga tushgan summani oldingi oylar bilan solishtiring. Lekin faqat umumiy summaga qarab xulosa qilmang. Agar imkon bo'lsa, pensiya hisob kitobi varaqasini oling. Masalan, oldin 1 million 300 ming so'm tushgan bo'lsa, keyin 1 million 770 ming so'm tushsa, farq 770 ming so'mga yaqin. Lekin agar 1 million 67 ming tushsa, demak boshqa hisob kitob, ushlanma yoki qisman ustama bo'lishi mumkin. Buni aniqlashtirish kerak. 8-qadam, agar rad javob berilsa, darhol taslim bo'lmang. Rad javobining sababi har xil bo'lishi mumkin. Yosh mezoni to'g'ri kelmasligi, hujjat yetishmasligi, pensioner boshqa ustama olayotgani. Manzil ma'lumotlari mos kelmasligi, ariza noto'g'ri yozilgani yoki to'lov turi siz o'ylagan toifaga tegishli emasligi. Har bir sababni alohida tuzatish mumkin yoki tushuntirish olish mumkin. Agar siz rad javobini asossiz deb bilsangiz, yuqori turuvchi pensiya organiga, tegishli vazirlikka yoki qonuniy tartibda shikoyat qilish huquqingiz bor. 9-qadam oilada mas'ul odamni belgilang. Tagaman yoshdan oshgan insonni hujjat ishlarida charchatish kerak emas. Bir farzand yoki nevarasi mas'ul bo'lsin. Hujjatlarni yig'adi, telefon qiladi, ariza topshiradi, javoblarni saqlaydi, bank tushumlarini tekshiradi. Aks holda bir qarindosh boshqasiga ishonadi. Hech kim oxirigacha bormaydi va pensioner o'ziga tegishli mablag'dan foydalanmay qoladi. 10-qadam. Barcha hujjatlardan nusxa oling. Pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi, bank rekvizitlari, mahalla ma'lumotnomasi, tibbiy xulosa, ishonchnoma, ariza nusxasi va javob xatlarini alohida papkada saqlang. Bu oddiy maslahatdek tuyuladi, lekin amaliyotda eng ko'p vaqt hujjat izlashga ketadi. Ayniqsa keksa insonning eski mehnat daftarchasi. Pensiya tayinlangan hujjatlari, nogironlik ma'lumotnomalari yo'qolsa, qayta tiklash ancha qiyin bo'ladi. Men yana bir narsani alohida aytaman. Pensionerning o'zi savodli bo'lsa ham, yoshi sababli davlat idoralaridagi tartibni tushunishga qiynalishi mumkin. Uyat qilmang, yordam bering. Bu pul ortiqcha sovg'a emas. Agar qonun bo'yicha tegishli bo'lsa, bu pensionerning haqqi. Ko'p ota-onalarimiz bolalarimga og'irligim tushmasin deb jim yuradi. Lekin 570 ming so'mgacha bo'lgan qo'shimcha to'lov bir oyda dori olishga, tahlil topshirishga, kommunal to'lovning bir qismini yopishga katta yordam beradi. Demak, tayin yoshdan oshgan pensionerlar uchun 570 ming so'mgacha qo'shimcha to'lov masalasida eng muhim xulosa shunday. Bu mavzuni eshitib befarq qolmang, lekin hamma odamga avtomatik va bir xil summa tushadi deb ham o'ylamang. Avvalo, pensionerning yoshi, pensiya turi, mavjud ustamalari, yashash holati, hujjatlari va to'lov shartlari tekshiriladi. Eng to'g'ri yo'l pensiya jamg'armasi bo'limi, mahalla va zarur bo'lsa tibbiy muassasa orqali hujjatlarni aniqlashtirish. Agar oilangizda axibuni yoshdan oshgan ota-onangiz, bobo buvingiz yoki qarindoshingiz bo'lsa, bugunoq ularning pensiya holatini tekshiring. Ariza topshiring. Yozma javob oling. Bank tushumlarini nazorat qiling va firibgarlarga aldanmang. Sizning oilangizda taqsimli yoshdan oshgan pensioner bormi?
Qo'shimcha to'lov masalasida murojaat qilib ko'rdingizmi? Pul qo'shildimi yoki rad javobi oldingizmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalarga ham tajribangiz foydali bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot berib pensionerning hayotini ancha yengillashtirishi mumkin.